To'g'ri mulozimatliklari yurishlik darsligimizga xush kelibsiz. Bu bizningki 11 qismliq darsimiz. Bu qismliq darsimizda biz advanced assertion deganimiz, advanced assertion degani qanday yuqori darajalik aniqlash. Biz oldingi qismliq darsimizda yangi bir project qurib, ya'ni country degan. Buningga basic assertionni bir eslatib o'tgan. Basic assertionlardan qanday contains, not contains, http, states code degan. Bugun biz qanday advanced assertion deganimiz, bu advanced assertionning express assertion bo'ldi. Masalan, capital CT ni ichib assertionni mishadan chiqaramiz. Buni bossaq, qarasanglar express match. Express match. Bu express match degan nima deganda, mush biz masalan, ma anqarag'u. Chunki bu anqaradan ma contains bilan bu express matchni qanday farq qilatsanglar? Ma response ma javobning ichida, ma bodyning ichida qanday? Anqaradan bir silam bor. Shunaqa mi edi? Ammo boshqa yerdami masalan anqara bo'lib qolsa, bu containsni o'tkazaverdi. Faqat mush ichidan anqara degan xatlam to'nisa o'taverdi. Masalan, Turkiyaning poytaxti ma'lum result shunaqa? Result. Salt bor. Turkiyaning poytaxti Salt bo'lib qolgan bo'lsa, lekin miyaga boshqa bir xat kirib qolgan bo'lsa, biz contains qilganda mush saltni kirgizgan bo'lsak, nim bo'ldi degan chaqda bu o'tkazib o'tadi. Chunki mush saltlan bo'lsa, anqarada ma bir so'g'ash ham o'tadi. Biz endi ma express qana qildi? Mana mushqurda cho'qim anqara bo'lish kerak demoqchi. Mushunda aylyotdi. Keyin ba'zida qanda bir qancha javoblar chiqdi. Shu vaqtim qanda ma 3-qurdikisini olaman demoqchi. Tushunarlimi? Mush express aniq qurdan zada mushadan biz qayerdan olamiz deganda shuni chiqarib turdim. Buni o'rganishdan burun biz qanda eng avval declare qilish olishim kerak. Jakarlash deganga buning qanday foydasi bor desanglar, bizning skema bilan ma to'rbet adresini basic name'ini chiqarib turdi bu avtomatiklan. Sub UI ning bir yaxshi yeri shu. Bo'lmasa mushni qo'limizda yezish to'g'ri keldi. Mau sub qana? Mau shu. Adresi. Endi mau node deymiz inglizcha. Node degani bir tuguncha degan gap. Har bir tuguni node. Mana qarasanglar bir mana node nima? M. Mau node mau. Bo'lmasa biz qo'lda yozdik, lekin ma biyoz chiqarib beradi. Endi expressni bevositlam qanda? Mush anqaraning expressni yozamiz mishada. Qanday yozamiz deganda, buni cho'ngdan kichik qarab yozamiz, red tartib bo'yicha. Masalan, anqara ang balisi bo'lsa, anqara balisi. Buning dadisi nima? Capital city result mushu. Buning dadisi capital city response. Demak, ang cho'ngi mush tugunchaning ichida, nodening ichida ang cho'ngi mushu. Mushundan kichiklab ma'lum shunaqa. Hamda shuni nodeni avval o'q nodeni, parent nodeni qanday qilamiz? Double slash bilan. 2 yan to'siq bilan boshlaymiz. Node nima? M o'zi keldi. Osma cheket. Semikolon. Osma cheket. Ana degan qanday? Birinchisini yozamiz. Capital city response. Capital city response. Hamda buni tugab, uning balisi nima? Ma'lum. Mushni yozamiz, musha keldi navbat. U balsiq kelganda qanchinchi balsiq kelsin? Biz single slash, ya'ni yolg'iz yan to'siq bilan qanday yozamiz. Tuguni M capital city result. Capital city result. Mana. Mushining qimmati nima bo'lish kerak? Anqara bo'lish kerak. Anqara bo'lsa aniq o'tadi, bo'lmasa o'tmaydi. O'tdi. Ko'rdinglarmi? O'tdi. Hamda biz yana bir misol ishlaylik buningga. Masalan, country currency ni olaylik. Country currency USA ning qanda?
Yani devletning qisqartirilma kod nomi USA'ninki qanda currency'si bo'ldi, USD bo'ldi, shunaqa. Mana mushuni topamiz. Cho'qim USD bo'lish kerak. Assertionni besib express match. Match degan mas kelmak degan gap. Avval qanday qildik? Declare qilib oldik. Declare qilib, mana o'q tuguni qaysi? Mana bu. Ang beshida ochib bag'i. /m country currency response. Aş devlet puli cevabı dedi. Bunun balası nima? /m tugunni cho'qim yozamiz. Country currency result ekan go. Country currency result. Bunun balısıca endi bu. Maşkis tangdaş amaliyotda. Şunu ayrım yazsak bo'ldi. Endi miya keldik. S tugunni unutqanmanglar. M tuguni M kichik. SISO code. Mushuni bo'lish kerak. USD bo'lish kerak. Avval testni besib sinab baqsaqmi bo'ladi? Response match dedi. Mas keldi dedi. Yoki bu save qilsam qanda? Mas kelmasa miya 3 demakchi. Endi ma dollar yozsaqmi nima deb yozamiz? O'xshash. Ma'ni, o'qni, anandikin red tartib bo'yicha vaqt miya kelganda keyingisi nima bo'ldi? Ma bo'lmaydi, ma bo'ldi. O dollar stand deb yozamiz. Endi sizlar o'zinglar ma country ISO kodni mashq qilib beqinglar. Bu intayin oson. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar asosiy shaklda qoldirsanglar bo'ldi. Rahmat.